Endi men nima qilaman? O'g'lim, Ibrohim alayhissalomning dinini tiriltiradigan oxir zamon payg'ambari keladigan kunlar yaqin qoldi. Men bu payg'ambarni qanday qilib tanib olaman? U zotni 3 ta alomatidan bilib olasan. U hadyani yeydi, sadaqa yemaydi. Uning 2 kuragi orasida payg'ambarlik muhri bor. Lekin nega islomga kirmayapsan? Men oldin o'sha Muhammad degan inson Allohning payg'ambari, rasuli ekanligini tekshirib ko'rishim kerak. Belgilarini topib, ongli ravishda o'z ixtiyorim bilan iymon keltirmoqchiman. Qanday qilib? Menga oxir zamon payg'ambari hadyani oladi, sadaqani olmaydi deyishgan. U kuni yonlariga borib, xurmo berib, bu sadaqa degan edim. Undan umuman yemadilar. Keyin boshqa kuni yana borib, u kishiga xurmo berib, bu hadya degan edim, undan yedilar. Ana, yana qanaqa dalil kerak? 2 kuraklarining o'rtasida payg'ambarlik muhri ham bo'lishi kerak. O'shani ham ko'rsam, keyin ishonchim komil bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hushyorlik bilan otlarida Salmon turganligini bilib, ridolarini yelkalaridan tushirdilar. Axir bu payg'ambarlik muhri-ku. Sizga Allohning salovati bo'lsin. Ey Allohning rasuli, guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q. Guvohlik beramanki, siz